Furqat tumanida tilla oldi sotisi bilan shug'ullanib, nech pul topish mumkin? Keling, ko'rib chiqamiz. Ravshan aka Furqat tumanidagi eng katta tillafurushlardan biri hisoblanadi. Ravshan aka necha yildan beri aynan shu faoliyat bilan shug'ullanasiz? Avvalambor assalomu alaykum sizlarga. Biz tilla oldi sotish faoliyati bilan 2010-yil, 2011-yildan beri shug'ullanib kelamiz. Hamda zargarlik faoliyatimiz bor. Siniq, buzilgan tillalarni remont qilamiz hamda tilla sotish faoliyati bilan ham shug'ullanib kelamiz. Nech puldan boshlab, nech pulgacha sizda tilla mahsulotlari bor, ya'ni taqinchoqlar? Bugungi kunda tillalarimizning narxlari 1,50 mingdan boshlanadi hamda 1,350 minggacha taqinchoqlarimizning narxi kelib chiqadi. Ravshan aka, bugungi kunda eng ommabop bo'lgan modellar qaysi biri, qaysi modelni ko'p so'rashyapti bugun? Bu Butterfly kompaniyasiniki bo'ladi. Mahsulot o'zgacha juda ham xaridorgir. Bularning narxi hozirgi kunda 1,150 ming so'mdan 1,250 minggacha sotiladi. Hamda keyin Italyan modellarimiz bor, bular sariq. Hozir bu modellarimiz asosan Farg'ona, Toshkent, Qo'qonda xaridorlarimiz toqishyapti. Bular 1,300 ming, 1,350 minggacha hozirgi narxlari. Ravshan aka, bu tillalarni faqatgina naqd sotasizmi yoki bo'lib to'lashga ham sharoit bormi? Bizga ham naqdga, ham muddatli 2 yil muddatli to'lovgacha bo'lib to'lash imkoniyatlari bor bizda. Agar sizda tilla oldi sotisi yoki uni ta'mirlash xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Ravshan akamga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Furqat tumani bozorchasining ichida joylashgan.